Hammaga assalomu alaykum. Kecha olib qo'ygan Spark'imizdagi motor yuvildi. Maslahat lekin bermayman motor yuvishga. Iltimos qilishgan edi. O'zi motor yuvmayman. Tozalik uchun yuvdim deydi. Tak. Detallar kraskalandi. Mashina sveji bo'lsa ham plastmassa qirilgan ekan. O'shanga ham почти hamma plastmassalarni kraskalab chiqildi. Sideniya idealniy qilib chiqarildi. Chuqur olib tashaldi. Sideniya idealniy заводской qilib chiqarildi. Patologlar yuvilgan. Hamma yog'ini zavod qilib qo'yib berdik. Xizmatli bo'lsa bemalol aloqadamiz. Mana bunaqa narsalar maslahat bermayman qo'yishga. Nikkel aka printerda qolgan, uni yechmayman. Izi qoladi unda. Sog' bo'lasizlar. Salomat bo'lasizlar.